Taba programmasini ochganingizdan keyin bu xatoni aslo qilmanglar. Sababi ko'pchilik Taba programmasini ochgandan keyin kargochi manzil joylash kerak. Kargochi manzilni joylashga programmaga kirganingizda shu tepa qismida shu tugma bosib kargochi manzil joylayman deb o'ylashyapti. Lekin bu tugma hech qanaqa kargochi joylaydigan tugmasi emas. Bu tugmani bosganingizda shunaqa narsa chiqadi. Bu yerda bu davlatlar, har xil davlatlar keltirilgan. Bu yerda mana shu birinchi qatorda turgan davlat butun bo'ylab dunyo bo'ylab degan narsa bu. Shu tugma bosib turgan bo'lishi kerak. Agar hali tegmagan bo'lsanglar, bu qismiga umuman kirmanglar. Agar tegib qo'ygan bo'lsanglar, qaytadan kirib, aynan shu tugmani bosib saqlanib qo'yinglar. Kanalimda turli xil dalillardan zakaz urishni bemalol o'rgansanglar bo'ladi. Hammasini noldan boshlab sir asrorlargacha o'rgatib kelyapman. Bemalol kirib kanalimga to'liq videolarni ko'rib o'rganib olsanglar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like va podpiskani bosib qo'yinglar. Bu savollar bo'lsa, kommentariyada yozsanglar, albatta hammasiga javob berib chiqaman.